Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Alyumin profildan zalotoy dubdan tayyorlaganmiz. Xo'sh, eshiklari shartlanka bo'ldi mana. Go'zal holatda, xudo xolasa har doimgidek. Oynalari bir qavat yozvi, ustilari har doimda arka fon bilan o'ralgan. Bu yerda 3 ta rom ochilgan. Kvadrati 550 ming so'mdan tushdi kvadratiga. Ichida podokonnilari bor, ichki tomonda ham bir qator ko'rsataman hozir. Xudo xolasa juda go'zal holatda chiqdi. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunaga buni Xo'jaobod tumani Do'stlikka qo'ydik. Xo'sh, ustunlar va turba bor edi bu joyda. Qirra burchali qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa akafon bilan juda go'zal holatda chiqdi. Girovkalar endi bo'lyapti, ruchkalar baquvvatida. Hozir qorong'i tushayotgan holatida syomka qo'laylik deb syomkalar qilyapmiz. Shu ichki holati podokonnilari bilan birgalikda mana. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunovchi vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Omlarda. Uni kvadrati arzon tushdi. Sababi ochiladigan joyi 3 dona ochiladigan joy bor xolos. Shuni hisobiga kvadrati arzon tushdi. 3 dona joyda ochiladi. Oynasi bir qavat yo'ldi, o'zining rangidan. Podokonnilari bilan birga. O'zi rasxodiga qarab hisoblaymiz, ketadigan materialiga. Shuni hisobiga bizda kvadratlar har xil chiqadi. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bir qator like bosib qo'yasizlar, rahmat.